xalqimizning cho'nqur yurikidan o'rin olgan muhtaram ustozlarimdan Xalmiratkamga qarab turib, ba'zida yaxshi bo'lib bahordek kulkini tashlamaysizda, ammo jinim aka yengamdan qo'rqqan bilan yilqi gumpangizni tashlamaysiz. Yana Xalmiratkamga qarab, bizdek shunda g'uljilikni Urumchida aslab qilsangiz bo'ldi. Abdulla akam bir kitob sotsa, 5 ko'yliq bir daslab qilsangiz bo'ldi ana she'rlar. Yana Xalmiratkamga mehrli she'rlarimizdan shundoq bir yaxshi bo'ldik biz bahorning taxtida, mana shu to'rda o'tda deb butkul xalqimning baxtida nomli she'rlarimni. Endi o'tdagan faxrlik ustozimiz Naqshchi Abdulla akamga qarab turib, kuldir sahnasi xo'shallikni qayda qildi-da, musiqimda chachlaringiz qo'yuqlish qoldi aka, sarkardilar payda qildi-da nomli she'rlarimni. Yana Abdulla akamga qarab, o'zini yaxshi degan xalqim ko'ngilda iymay ketdi-da, mana shu xo'shallik sahnasiga mo'tivarni kiymay ketdi-da nomli she'rlarimizni. O'ng tarafidagi faxrlik ustozimiz Guljamaldamga qarab turib, xalqimizning xo'shalligida bahorga kuy sog'idek, anglasan sunukingni do'rab Gulshan taqqa uy sog'idek nomli she'rlarimni. Mana shu bahorda xalqim hammani o'rab verib, jinim hada shunda suyun ko'psiz maymunlarni do'rab verib nomli she'rlarimni. Jurat Voyt akimizga qarab turib, bütün yazgan etotlaringiz hamma xalqqa yuzdan ketdi. Xaybovda chachlaringiz budirdi aka, nima qilib bu tuzildi ketdi nomli she'rlarimni. Yana Jurat Voyt ustozimizga qarab turib, eskitamdan shamol chiqsa butunamizni o'ralamdikindan 600 gradus ko'zoynaklar she'riy chaqchaqni ko'ralamdikindan nomli she'rlarimni. Yana bir merli kulib turgan ustozimizga qarab turib, ba'zi chaqchaqlarimiz sahanda qolmish qapti, jinim aka burtiq qo'ygan tuklarimiz beshinizla olmish qapti nomli she'rlarimizni. O'ng tarafidagi chachlari haqiqatan sum bilan o'tdagan akimizga qarab turib, men shundoq chaqchaq qilaman, hammasining tuzunligi nima degan havas qildirdi chachlaringizning uzunligi nomli she'rlarimizni. Endi o'tdagan haytimizga qarab turib, shundoq bir ilhom kekasi sahillatib esib turgan, jenibada bir pul topgandan keyin oltinlarni esib turgan nomli she'rlarimizni.